Al-Buxoriyning e'tirofiga ko'ra, u hadislarni rivoyat qilganlarning ismlari, sanasi va ularning yashagan manzillarini xotirasida saqlab qolgan. Bu odatiy hol, shunchaki u juda iste'dodli bo'lgan deyishingiz mumkin. Yaxshi, keling unda buning nima uchun haqiqatga to'g'ri kelmasligini ko'rib chiqsak. Birinchidan, go'dak bo'la turib qanday qilib 70 ming hadisni yod olish mumkin? Va u o'zi istiqomat qilgan sahroda buncha hadislarni qayerdan olgan? Hamma buni hozircha bir chetga surib turamiz. Buxoriyni taxminan 5-12 yosh atrofidagi bolakay sifatida tasavvur qilib, kuniga u boshqa ishlarga chalg'imasdan 10 tadan hadisni eshitgan deb faraz qilaylik. Bu o'sha 70 ming hadisni eshitishi uchun unga 19 yil vaqt kerak bo'ladi degani. Shunda ham u bir marta eshitgan hadisini shu zahoti yodlab olgan taqdirda. Ana endi Al-Buxoriy hadislarini shunchaki 5 yoshidan boshlab yod olishga kirishganligini ko'z oldimizga keltiraylik. Bu uning ushbu hadislarni to'liq yodlab olganida 20-24 ga kirganini bildiradi degani. U holda Buxoriy qanday qilib bolalik paytida 70 ming hadisni yodlagan bo'lishi mumkin? Mayli, keling, ushbu omilga ilmiy tomondan ham yondashib ko'ramiz. Aslini olganda hech kim buncha hadisni yod olishga qodir emas. Negaki inson miyasi bir vaqtning o'zida bu qadar ko'p ma'lumotni eslab qola olmaydi. 20 ming bet va 9 millionga yaqin so'zlar. Nima, sizlar bizni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Bo'lishi mumkin emas. Agar Al-Buxoriyda savant sindromi yoki boshqa miyaga kelib tushadigan har qanday ma'lumotni eslab qolish imkonini beruvchi super qobiliyat mavjud bo'lmagan bo'lsa,